Yaqin vaqtda AQSh hukumati 120 ta eronliklarni vatanga deportatsiya qilishadi. Chikagoda ICE xodimlari tomonidan katta reydlar bo'lib o'tdi. Shu yil Meksika va AQSh chegarasida migrantlarning soni 57% ga ko'paygan. Rasmiy ma'lumot. Floridada Ketti Kastrni o'ldirish niyatini bildirgan migrant qo'lga olindi. Yaqin vaqtda tug'ilish asosida AQSh fuqaroligini olish tartibi o'zgartirishi mumkin. H1B vizalarning narxi $1000 dan 100 mingga oshdi. Endi migrantlar uchun nima o'zgaradi? Jorjiyada ICE xodimlari Hyundai zavodida katta reyd o'tkazishdi. Prezident Tramp ochgan Alligator Alcatraz migrantlarning turmasi yaqin vaqtda yopiladi. Rasmiy ma'lumot. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Uzbek State News kanaliga xush kelibsiz. Bu kanalda shu AQShda yashayotgan bizning vatandoshlarimizga eng kerak bo'lgan qulay ma'lumotlarni yoritishga harakat qilamiz. Birinchi yangilik Chikagodan keldi. O'tgan hafta hammamiz guvoh bo'ldik. Shu Chikagoda, shahar markazida ICE xodimlari tomonidan katta reydlar bo'lib o'tdi. Bu harakatlar ustidan shu Illinoisning hokimi J.B. Pritzker o'z da'vosini bildirdi. Uning so'zlari bo'yicha, shu Tramp administratsiyasi ICE xodimlarining harakatlari odamlarni qo'rqitmoqda va shaharda olib borilayotgan har xil biznes dasturlarga ziyon keltirmoqda. O'z o'rnida Chikagoning meri hokimi Brandon Johnson shaharning aholisiga o'zlarining konstitutsion huquqlarini unutmaslikni gapirib chiqdi. Eslatib o'taman, bunday harakatlar ICE tomonidan prezident Trampning so'zlaridan keyin boshlandi. Aynan Tramp Chikagoni AQShning eng xavfli shaharlaridan biri deb aytib o'tgan va aynan shu uchun Chikagoda hozir shu bez dokument yurgan migrantlarga nisbatan katta reydlar bo'lmoqda. Odatdagi meni Chikagodan ko'rayotgan bizning vatandoshlarimiz bor bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Vaziyat qanday? Yaqin vaqtda AQShdan 120 tadan ko'p eroniylar o'z vataniga qaytariladi. Bu ma'lumotni Eronning rasmiy vakolatxonalari o'tgan haftada tarqatishdi. Bu ma'lumotga binoan AQShda hozir 400 tadan ko'p eroniylar shu detentionda deportatsiyani kutib o'tirishibdi. Aynan shu yil biz guvoh bo'lyapmiz. Aynan eroniylarga Tramp administratsiyasidan siyosat ancha o'zgargan. Bu degani ularning shu politikaga tegishli keyslari ko'rib chiqilsa, juda ham ko'p ularga отказ chiqarilmoqda. Masalan, ilgari Erondan AQShga qochib kelgan va politik убежище so'raganlarga ko'p vaziyatlarda green kartalar berilardi. Va mana endi bu siyosat o'zgarishiga biz guvoh bo'lmoqdamiz. New York Post gazetasining rasmiy ma'lumoti bo'yicha, yil boshidan Meksika va AQSh chegarasida nelegal migrantlarning soni 57% ga ko'paygan. Eslatib o'taman, AQShning janubiy hududlarida hozir favqulodda vaziyat kiritilgan. Bunga qaramasdan, asosiy shu Janubiy Amerika davlatlarining fuqarolari, ularning soni baribir ko'payib kelmoqda. Qanchalik Tramp harakat qilmasa ham, har xil chegaradan o'tish qonuniy yo'llarini yopgandan keyin aynan nelegal o'tishlar ko'payib kelmoqda. Meni ko'rayotganlar ichida shu Meksika chegarasini noqonuniy kesib kirganlar bor bo'lsa, kommentariyada o'z hikoyatingizni albatta yozing. Floridada Congresswoman Ketti Kastrni portlatib o'ldiraman deb qo'rqitgan 58 yasharlik kubalik migrant qo'lga olindi. Rigoberto Algibar Martinez bo'lib chiqdilar. Internetda bir nechta marta shu Congresswomanga har xil narsalar xat orqali yozgan va shu xatda portlatish ta'hdidini bildirgan. Tezkor tergov harakatlari natijasida bu shaxs aniqlanib, qo'lga olindi. Keyingi ma'lumot H1B vizaga tegishli. Eslatib o'taman, Tramp administratsiyasi bu vizaga kerak bo'lgan to'lovni $1000 dan $100,000 gacha ko'tardi. Bu degani shu xodimlarni bir xil vaziyatlarda 3 yilga chaqirmoqchi bo'lsa, endi ish beruvchi $300,000 to'lash kerak bo'ladi. Eslatib o'taman, bu vizani 70% dan ko'p olganlar Hind fuqarolari. Aynan Hind IT xodimlari bu vizalar orqali bir necha yildan beri AQShda ishlab yurishibdi. Bu o'zgarishlar faqat yangi vizalarga tegishli. Oldin berilgan H1B vizalar va H4 vizalar ilgaridek eski tartibda ishlatiladi. Ular uchun hech qanday to'lovlarni qilish kerak emas. Prezident Tramp administratsiyasi bunday harakatlarni birinchi bo'lib shu nelegal sxemalarni to'xtatish uchun
kiritmoqda. Bir xil ma'lumotlar bo'yicha aynan shu IT vizalar orqali Hindistondan oddiy ishchilar AQShga olib kirilardi. Bu yangilik tarqalgandan keyin o'z o'rnida Kanada hukumati bir murojaat bilan chiqdi. Bu murojaat bo'yicha AQShga kira olmagan IT xodimlarni Kanada hukumati o'zining davlatiga taklif qilmoqda. Eslatib o'taman, hozir Kanadada Express Entry va Global Skill Strategy dasturlar yo'lga qo'yilgan va aynan shu dasturlar orqali hozir Kanadaga shu ilgari AQShda H1B vizalar olgan xodimlar kirishga imkoniyatga ega bo'lishmoqda. Odatdagi meni Kanadadan ko'rayotganlar bor bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Vaziyat qanday? Yaqin vaqtda AQShda shu tug'ilish asosida fuqarolik olish tartibi o'zgarishi mumkin. Prezident Trampning administratsiyasi AQShning Oliy sudiga murojaat bilan chiqishdi. Bu murojaat shu tug'ilish asosida AQSh fuqaroligini olish tartibini to'xtatishga qaratilgan. Eslatib o'taman, o'tgan oy boshqa sud shu tug'ilganlarga fuqarolikni bermaslikka qaratilgan Trampning qarorini to'xtatib qo'ygan. AQShning konstitutsiyasini 14-moddasi bilan qo'llangan. Aynan shu moddada bu tartib belgilangan. Kim AQShda tug'ilgan bo'lsa, avtomatik ravishda AQSh fuqaroligiga ega bo'ladi. Va shu sabab endi AQShning Adliya vazirligi Tramp administratsiyasi Oliy sudga o'z da'vosini yuborishdi. Pew Research agentsiyaning rasmiy ma'lumoti bo'yicha 2022-yilgacha AQShda 1.200.000 ta nelegal migrantlarning bolalari AQSh fuqaroligiga ega bo'lgan. Agar Tramp aytayotgan tartib qo'llansa, 2050-yilgacha AQShda 5 millionga yaqin tug'ilgan migrantlar bez dokument qolib ketishadi. Siz bu haqida nima o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar. Keyingi yangilik Jorjiyadan keldi. Bu yerda Hyundai zavodida 500 tadan ko'p koreyalik ishchilar ICE xodimlari tomonidan qo'lga olinishdi. Eslatib o'taman, aynan Tramp prezidenti Hyundai zavodidan shu AQShda zavod ochishni talab qilgan. Ular shu zavod ochish jarayonida Koreyadan 500 taga yaqin xodimlarni olib keltirishgan. Lekin shu qonunda belgilangan rabochiy vizalarni rasmiylashtirish o'rniga o'z xodimlariga turistik vizalar qilib AQShga olib keltirishgan. Va aynan shu turistik vizalar asosida ular zavodda o'z faoliyatini olib borishgan. Bu haqida ICE xodimlariga ma'lum bo'lgan va ular reyd natijasida bu xodimlarga nisbatan qonuniy choralar ko'rishdi. Yangilik tarqab ketgandan keyin Koreya hukumati Trampga o'z da'vosini bildirdi. Tramp o'z o'rnida shu ICE xodimlarini himoya qildi. Ular o'z ishini bajarmoqda. Va sizlar hamma hujjatlarni qonun doirasida tartibga keltirgan bo'lsangiz, sizlarga hech qanday savollar bo'lmasdi. Xullas, koreyalik yigitlar endi yaqin vaqtda o'z vataniga qaytishadi. Yaqin vaqtda shu Tramp administratsiyasi tomonidan ochilgan Alligator Alcatraz migratsion markazi yopiladi. Bunga asos bo'lganligi bu hududning sud qarori. Bu sud qaroriga binoan bunday muassasani bu joyda joylanishi tabiatga katta zarar olib keltiradi. Esingizda bor bo'lsa, bu markaz ochilganda bu joyda shu alligatorlar, krokodillar ko'pligi haqida ma'lumotlar tarqalgan. O'shanda Tramp shu migrantlarni shunday joyga qo'yaptiki, ular qochsa alligatorlarga va krokodillarga duch kelishadi deb ko'p ma'lumotlar tarqalgan. Mana bu markaz yopilmoqda, lekin Tramp administratsiyasi yangi shu migratsion markazlarni qurishmoqda. Bu detention va har xil deportatsiya markazlari. Xullas, yaqin vaqtda AQShda bunday markazlarning soni ko'payadi. ICE tomonidan tashkil qilinayotgan reydlar kuchayadi. Shuning uchun, hurmatli vatandoshlar, niyat qilamanki, sizlarning hujjatlaringiz joyida. Men esa sizlarga AQShning Houston shahridan alangali salom yuboraman. If you comment, share or like my videos, you make great contribution to my new channel. Thank you very much. Xullas, ko'rishguncha sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.